Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana biz ertalabdan mana bizda qor yog'yapti. Ijtimoiy tarmoqqa seryozni kirib kelmoqchiman. Shunga nima deysizlar? Xullas kalom, biz 2026 da o'zimni ishimni qo'yib boraman. Faqat negativchilar bangillatinglar kommentariyni. Xullas kalom, kim Moskvada bo'lsa, bugun ni savet yo'q. Uzoqqa chiqish. Bugun xudo xolasa Moy rayonida qo'yinglar. Mana shu Moy rayonida o'zi xudo xolasa yonadi bugun. Yonadi. Xo'sh, nima qilmoqchiman? Bugundan boshlab ijtimoiy tarmoqqa seryozni kirib kelmoqchiman. Bilmadim, yana uyalmasam agar. Bugun kuzatinglar. Soat 08:52 biz ishga chiqdik-ku, hali ishni boshlaganimiz yo'q. Mehmon kelyapti, shuni kutyapmiz. Shu kelsa, mana qor hamma joy. Hali oynalar erigan yo'q, mashin qizibdi, pashti. Bir 15 minutdan keyin ish boshlayman xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum. Like-ni bangillatinglar chiqani.